Assalamu alaykum, sevimli sizlar. Hammalarning mushaqtanlar xayrlik bo'lsin. Bugun biz dunyodagi mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi degan kitobdagi Tagor jamiyatining davomini o'qishni boshlaymiz. Dadasi setib olgan yerga universitet qurish. Kalkuttadan avtobusga o'ltirib 2,5 soat yo'l yurgandan keyin bir kichik bekatga, onda Narvga o'ltirib 2-3 kilometr manganda Shantin kitanga bağlı bo'ladi. U yer dal Tagor g'oyasini amalga oshirgan joydir. Tagor Himalaya tegi qilgan sayohatidan qaytib kelgandan keyin qayta o'qishga kirdi. Biroq yana 6 oyga bormayli o'qishdan chekinadi. U o'qishdan chekinishni talab qilganda dadasi uni zinhor ayblamaydi. Mushundaq ishni beshidan o'tkazgan bo'lg'achqa Tagormi o'zining farzandlarini maktabda o'qitishni xohlamaydi. Shu sababli u 5 farzandni o'zi yezidagi uyda tarbiyalaydi. Tagorning qarashicha, maktab bilan selishtirganda oila tarbiyasida bolalarga texnik ko'p bilim va ilhom bergil bo'ladi. Biroq ish o'ylagan yerdan chiqmaydi. Tagorning farzandlari dadasining tarbiya usuli bo'yicha bo'lmaydi. Cho'ng qiz har kun uyda o'tirib kitob o'qishdan azob his qilib og'rinadi. Uningdan boshqa bolalar oila o'qituvchisining 4 soat ingliz tili o'rgatishidan bezor bo'ladi hamda ma'nisiz his qildi. Buningdan qaraganda bolalarni maktabda o'qitmay oilada tarbiyalab, yaxshi unumga erishish oson emas. Buni cho'nqur bilgan Kongzi 2500 yil burunla farzandlarini o'zi tarbiyalashga qarshi turdi. Shundoqla farzandlarining o'rganishini yonda turib nazorat qiladi va ko'zdadi. Suyumlik azizlar, hozir dunyoda ma'rif iqimlari, ko'p xil ma'rif iqimlari bor. Yani oila maktabi deydigan bir narsa bor. Ya'ni uyda homeschool deydi ғой inglizchasi, uyda bolalarni o'qitadigan. Masalan, shu Amerika yoki Yevropa taraflarda shu bolalarni agar nima qilmay qolsa, işte homeschool o'qityapman deb işte qilsa bo'ldi kelgandek, men ham bilmayman, lekin işte gaplarni anglagan, rasmiy yolg'onmi, qanchalik qanday tafsilot qanday uni o'qimayman, ammo işte bir uqum bormi bor. Uyda bolalarni tarbiyalaydigan. Ammo shunda bir narsani dey, xuddi Stephen Jobs yoki Bill Gateslar Harvardni yarim yo'lda tashlab qo'yib chiqib, nayt dunyoviy cho'ng ishlarni qilayotgan bilan u faqat dunyoda shu 1-2 kishi. Qolgan universitetni tashlab chiqayotganlarning hammasi ko'chada yolg'on to'shalab ketganlarmi oz emas. Endi Tagor bolalarni uyda tarbiyalabdikin deb bu Tagorni do'rayli desak, nurg'unlarimizning sharoiti buningga yor bermaydi. Yor bermaydi. Ham buni mencha agar maktab yoki sirtdagi maktab, ya'ni maktab, masalan, mayli davlat maktabi bo'lsin, mayli shaxsiy maktab bo'lsin, bek nim qilmagan sharoitda biz bilan ajoyib cho'ng bir qarama-qarshi zid bir ideya, zid bir narsa bo'lmagan sharoitda mencha oila tarbiyamizni, ya'ni oilada o'qitish emas, oiladagi bolalarga berilgan tarbiyani chaqroq tutib, yana maktabda o'qitish intayin afzal. Bo'pmi bizdek Uyg'urlarga nisbatan texnik shunda nima uchun ular deysizlar desanglar, bu yerda his qilsanglar Tagor jamiyati boy bir jamiyat. Qaranglar, uyga o'qitish taklif qilib, ingliz tili o'qituvchisi, u o'qituvchisi, bu o'qituvchisi va qila oladi. Biz shunday qila olamiz, bu yana bir masala. Biz hammamiz dunyoning har qaysi joylarida moddiy, ma'naviy jihatlardan ko'plagan ufburashlarni, xo'rashlarni, azoblarni boshdan kechiryapmiz. Bizning o'zimizning shu narsalardan olqib o'tib, bolalarimizni uyda tarbiyalikda qanchalik qurbitimiz, bilimimiz, vaqtimiz, zehnimiz, sabrimiz, ma'naviyatimiz bor, bu aniq emas. Shundan o'g'achqa yanalam imkoniyatning bericha yaxshi maktablarga tanlab berish orqali o'zimiz beramagan bu bo'shliqni to'ldirish bizga nisbatan afzallik. Shu hamda halaqa ba'zi hayajonlanib yoki bo'lmasa ko'rgandan keyin voy tag'urmishda qilib ekan to'q. Men bolamni uyda boqay, tili ona tilida chiqmaydi ekan yoki mana bo'ldi ekan va yoki maktabda xonimlar anda ekan, bu maktab manda ekan deb o'qitmayman degan bilan biz uyda shu maktabda notisni qila olsak, ashta qilsak bo'ladi-da. Tagor bolalarning norozilik kayfiyati palliga yetganda, agar bolalar dadasining darsiga qiziqish paydo bo'lmasa, yaxshi bo'lgan tarbiyalash unimidan og'iz ochqili bo'lmaydiganligini cho'nqur tushunib yetadi. Shunlashqa uningda maktab qurish fikri tug'iladi. Mushu chaqda Tagorning dadasi setib olgan yilqi yerni Tagorga sovg'a qiladi. Chunki kenja o'g'li Tagorning jazman oqilarni tanlash qila oladiganligiga ishonadi. Shunga u shu parcha yerni Tagorga hadiya qiladi hamda u yerda g'oyisdagi maktab qurishni umid qiladi. 1901 yili
Tagor Şamtın Kitanda resmi mektep kurup, özünün 5%ni öz içiге algan nurgun okuwçylarga ders ötüdi. 1921 bu mektep halkaralyk universitetge özgördi hamda maxsus Şerq we Garb medeniyetini tadqiq qilgan halkaralyk universitetga aylandi. Hazır bu mektep taraqqiy qilib, balla bag'chisidan davlat universitetigacha dunyoviy shartlarni hazırlab, dunyoning diqqatini jalb qilib kelmoqda. Hindistonga barsaq müşen bir ko'rib kelimiz deb o'ylayotganlar aranglarda bor deyman hozir. Ya'ni demek bir arzu bo'lsin, bir xiyolimiz bo'lsin. Nima degan go'zal, ha? Onundan başqa bu mektep 2 nafar Nobel mukofoti sohibini tarbiyalab, dunyoda shuhrat qozondi. Tunji bo'lib Tagore Nobel adabiyot mukofotiga erishdi. Ikkinchi bo'lib Cambridge universitetining professori Amartya Sen namoratlik masalasini tadqiq qilgachqa 1998 Nobel iqtisod mukofotiga erishdi hamda Nobel iqtisod mukofotiga erishgan tunji sharqlik bo'lib qoladi. Bu mektep yana nurg'un kino rejissyorlari va san'atkorlarni tarbiyalab chiqqan. Ular ko'plagan nodir asarlarni yaratdi. Bugungi jamiyatdagi ma'rifning maqsadi hammasi bir qiyliq tushadigan ixtisos egalarini tarbiyalab chiqish emas, balki ijodchan ixtisos egalarini tarbiyalab chiqish. Mushu nuqtadan ta'lil qilganda tabiatda bolalarni erkin tasavvur kuchi va ijodchanlikqa ega qiladigan Shamtin Kitan raqobat kuchi eng kuchli shahar deb ta'riflanib kelmoqda. Turli qoida tuzumlarni tuzgan maktablar bilan selishtirganda bolalarga erkin muhitni bekrak yaxshi ko'rdi. Chunki ularning o'sib yetilishi va taraqqiyot ehtiyoji besim kayfiyatiga emas, balki ularni erkin tasavvur kuchini joriy qilishga yetakligili bo'ladi. Mushu xil muhitda o'sib yetilgan bolalar puxta pishib yetiladi. Hozir ba'zi davlatlarning ma'rifi davr taraqqiyoti va bolalarning ehtiyojiga moslasholmayotidi. Shunga nurg'un ota-onalar ko'chman bo'lishni tanlash orqali bolalarini texnik yaxshi tarbiyalash muhitiga ega qilishni o'ylashmoqda. Agar siz bolangizning o'rganishidan beshingiz qatgan bo'lsa, Shamtin Kitanga murojaat qiling. Balki bu sizga o'ylab boqmagan ilhom ato qilishi mumkin. Agar unda qilmay o'z davlatingizda bo'lsangiz, farzandlaringizga bo'lgan tarbiyalash prinsipini o'zgartirib, farzandlaringizning mo'l tasavvur kuchini yetildiring. Shu orqali mo'l bilim ilish usulini sinab boqsangiz bo'ladi. Biz hozir Harvardlarni, Cambridge'larni, dangliq universitetlarni bilatdik, lekin Shamtin Kitanni men tunji angladim manichu. Mushu yerda men tarjimonga alayda rahmat degim kelyotdi. Tarjima qiluvchi Ahmetjon Yo'ldashkin, muharrir Malika Abduvali. Kitobning tarjimasi xeyli ravon va yaxshi chiqibdi. Nurg'un tarjima kitoblarni o'qisa, shundoq xat uyg'urcha, gap uyg'urcha, jumla haqiqiy uyg'urcha emas, jumlaning shakllari-chu, shunga bak tushunib bo'g'ilib, ba'zilar til qo'llashmaydi, lekin men shunday yaxshi tarjima qilibdim. Mashhur jamiyatlardan o'rganish. Ota-onalar farzandlar bilan ekspeditsiya sayohat qilish. Bugünkidek real turmush besim ig'ir kishilarga nisbatan aytganda, sayohat bir turli xo'shallanarli ish hisoblanadi. Sayohat besimni yenikiltib qolmasdan, balki yana boshqalar bilan tonish fursatiga ega qildi. Bundan boshqa sayohat yana bizga ilgari uchrab boqmagan ilhom ato qiladi hamda ko'plagan go'zal tabiiy muhit, madaniyat, san'at bilan uchrashtirdi. Yevropadagi an'anaviy mashhur jamiyatlar farzandlarini Yevropadagi qadimiy mashhur joylar, qadimiy izlarni sayohat qildirdi. Ular mundaq ishga bek ahamiyat berdi. Chunki ularning qarashicha, sayohat farzandlarni tarbiyalashga ochqich bo'lib, u farzandlarning jismoniy, ruhiy jihatdan pishiradigan oxirgi qo'ral. Sayohatni tanlashdan iborat bu masalada Yevropaliklar dunyoning poytaxti deb ta'riflanadigan Rimni hayotida muhim sayohat joyi deb qaraydi. Shu nurg'unlagan mashhur yozuvchilar yoki san'atkorlar Rimga sayohatga berishni shuncha ko'p orzu qiladi. Gioti jamoatini misolga olsak, Giotining dadasi va Gioti o'zi hamda uning 3 o'g'li Italiyani sayohat qilgan. 20 yoshli Gioti turli ziddiyatlarning dardini tatganda, dadasi uning Italiyaga sayohatga berishga nasihat qilgan. Shuning bilan u Rimga borgan. 2 yildan keyin yana u Italiya safarini boshlagan. Umuman aytganda, Giotining Italiyani sayohat qilgan vaqti 2 yilga yetgan. Uningdan sirt u o'zi bir qancha qatim Italiyaga berib qolmasdan, balki yana o'g'ilnimi o'zining o'sib yetilish orbitasi bo'yicha Italiyaga sayohatga borgan. Giotining Italiya sayohat xotiralaridagi qadimiy mashhur iznalarni nurg'un eldagi kishilar bilgan. Ko'plagan sayohat janrlari bilan selishtirganda, bu kitob nuqul sayohat xotirasi emas, balki bosh qahramonning ichki talpinishining yetilishi yozilgan hamda kelgusidagi o'z bayonlari ustida izlangan. Buning qarta Gioti aslab mundaq deydi: Rim tuproqqa qadam bosgan shu damlarda mening ikkinchi hayotim boshlandi. Shundaqla yangicha hayot
manga yangi ma'nili kunlarni ato qildi. Buningdan uning Rim sayohatiga yuqori baho berganligini ko'rib olishga bo'ladi. Hindistonda Qur'onga yetish murosimi ikkinchi hayotning boshlanganligiga belgi qilinadi. Bu murosim 10 yoshdan burun o'tkazildi. Hindistonda hozirmi mushundaq an'ana bor. Faqat Qur'onga yetish murosimini qabul qilganlar jamiyatning e'tirof qilishiga va qabul qilishiga erisha oladi. Tagorning Qur'onga yetish murosimi oxirlashgandan keyin dadasi uni Himolaya tog'iga sayohatga olib bordi. Sayohat davomida dadasi tabiat va olamning siriga aloqador bayonlarni so'zlab berib qolmasdan, balki yana uningga insoniyat va dinni o'z ichiga olgan texnik ko'p bilim va qiziqarli ishlarni so'zlab berdi. Shuning uchun o'smir Tagorga nisbatan aytganda, bu qitimli sayohatning ahamiyati bekli cho'nqir bo'lgan. Amaliyotda ko'plagan davlatlarning belgilik yoshga yetgan bolalar uchun Qur'onga yetish murosimi o'tkazib berish an'anasi bor. Ammo Qur'onga yetish murosimi qisman kishilar tarafidan unutilib, uning o'rnini bola 20 yoshga to'shqanda Qur'onga yetganligini qutluqlash oldi. Biroq Qur'onga yetish murosimi o'tkazilgan taqdirdami, ota-onalar bilan farzandlar sayohat davomida tor ma'nodagi qiziqarli ishlardan o'rtoq bahramon bo'lishadi. Albatta, chet elga chiqib sayohat qilish shart qilinmasimi, vatan ichida o'xshashli bolalar bilan to'liq aloqa qiladigan fursat yaratqili bo'ladi. Alayliq, farzandlar bilan birga tog' bag'ridagi chig'ir yo'llarda piyoda sayohat qilish orqali ularni tabiat, olam, kishilik hayotdan bahrlantirib, tabiatning ajoyib g'aroyiblari bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirib, haqiqiy ma'nodagi sayohatni ishga oshirg'ili bo'ldi. Suyimli azizlar, biz mushuni o'qitib bir narsa esimga keldi. 2016-yili biz oila bo'yicha umriga bordik. Mening 1,5 yoshlik, faqat 1,5 to'shmagan qizim, yangi mangan vaqtida Bağın aşağıda namaz oquyotgan vaqtimizda birdam yo'qolib ketadi, birdam ko'zimiz hamda baladılan bo'ladi da, ba'zida oldimizda, ba'zi keynimizda. Bordik, shuni aylandik. Aqsdan Turkiyaga qaytib kelib, azon chiqsa-da darrov zo'ngziyib o'tirib duoni boshlaydi-da. Ko'rgan odam shundaq nim qilib qoladi. Hozirgacha masalan, "Apa, men ashak bog'an" deydi. Yani qanchalik hamda esida qilib damdi va yoki biz mishda bog'on tuq degan bo'g'ochqa damdi bilmayman. Shu vaqtida mush yo'lda mansaqmi, shunda azonchi ketgan bo'lsa, darrov shu o'tiriblam duo qilsa, voy deb shunda hayron qoladi-chu. Ya'ni bolada kichik asla qo'saqdagi bola nurg'un narsani his qila oladi. Bu bolalar his qila oladi. Mesela hozir mushu sayohatni davatgan vaqtida mening bolalarimning hammani ilib bolalarim kichik, to'g'ri ba'zi ibodatni qilolmaylik, o'zimiz o'ylagandek qilolmasligimiz mumkin uyaga borgandan keyin. Bu bolani amdi qilib tursak, birisining 8 keldi, birisining o'rniga bag'is keldi, birisi yo'qolib ketdi, birisi ayanda mangdi degandek bo'lib, ish oqmayotgandek, ibodatni joyida qilolmayotgandek tuyulishimiz mumkin. Ammo bolalar cho'qim agar imkoniyat bo'lsa, berib ko'rish kerak ashadichu. Shu muhitni, shu hayajonni, shu kayfiyatni yashash kerak. Bizning hozir sharoitimiz bo'lgandan keyin. Ondan başqa yana dunyoda nurg'un sayohat qilib ko'radigan yerlar bormish. Turkiyaning o'ziga nisbatan shu. Har xil muzeylar bor, masjidlar bor, nurg'unlagan tarixiy yerlar bor. Antaliya taraflarga bora bo'lsak, sharq taraflarga masalan. Biz bu yil nimaga bordik? Shu Shallurfaga va eng nimalargachu, eng chetlarga, eng sharq taraflarga. Shu yerda 10 necha ming yillik shu xarobalarni, madaniyatni ko'rib, haqiqatan nima deymiz hamda inson nurg'un narsalarni his qila oladi-chu, debbaga bo'lmaydi, his qila oladi. Shunga bolalarni bek davlat atlatqizib sayohat qilish imkoniyatimiz bo'lmasa-mu, masalan Istanbulda masjidlarga opera olaymiz. Shu masjidlarning tarixini so'zlab bera olamiz. İstanbulning o'zimi degan bir 2 yil sayohat qilsak tugamagidek. Aytishlar qaraganda Tagor dadasi bilan birga Himolaya tog'iga safarga chiqishdan avval dadasi uningdan boradigan bormaydiganligini so'raydi. Tagor bu xabarni olgandan keyin hayajonini bosolmay, uda 3 kecha kunduz kirpik qaqmaydi. Men hozirgi bolalardimi Tagorga o'xshaydigan bolalar cho'qim bor deb o'ylayman. Cho'qim bor emas, shu har uyda nechidan bor mencha. Amaliyotda har yili bolalarni ma'lum shaharga olib sayohat qildirib, ularga cheksiz dalaning kechilik osmoni va sirliq olamdan huzurlantirish bo'lsa bir turlik ahamiyatli ish hisoblanadi. Tagorning dadasidek bolalarni Himolaya tog'lariga olib ingliz tilida o'rgatish mumkin bo'lmasa-mu, sayohat davomida bolalar bilan bir qaytam to'liq sirdishning o'zimi yaxshi ish.
Onundan başqa ata-onalar çoxum Tagorning dadasi o'xshash sayohatga chiqishdan burun tayyorliqlarni obdan qilish kerak. Shunday qilganlar sayohat davomida bolalarga tabiat, olam va insonlarga aloqador bilimlarni tushundirgili bo'ladi. Farzand tarbiyalovchi mutaxassislar birdek Tagorning dadasidek farzandlari bilan birga sayohat qilishni farzand tarbiyasiga unumli usul deb qarashmoqda. Noma'lum dunyoga sayohat qilish safarida dadasi Tagorga olam bilan tabiatga aloqador sirliq hikoyalarni so'zlab berdi. Bular keyin uning adabiy ijodiyati uchun qimmatli turmush detali bo'lib qoladi. Buningdan naf olgan Tagor dadasining usulini yoqalaydi va bolalarini ilib tabiatni sayohat qildirdi. Bundan sırt, u yalğız sayohat qilishni bekli yaxshi ko'rdi. Tagor har qatimliq sayohatdan keyin tasavvur kuchim eshib, ijodiy ilhomlarimni uzluksiz mo'llashgan degan. Uningdan Gitanjali, ya'ni Hamdu Sana degan asrda kishilik hayotning turli azob-uqubatlari, hayot mamotlik pig'onlari, mag'lubiyat bilan kurash qatorliq mazmunlar tasvirlangan she'rlar to'plami bo'lib, dal mushu she'rlar to'plami Nobel mukofotiga erishdi. Hamda Nobel mukofotiga erishgan tunji sharqliq bo'lib qoladi. Onundan başqa sayohat jarayonida Tagorning dadasi imkon bor beshidan hammishni o'tkazgan. Masalan, dadasi safar rasxotini uningga berib, pullarni ishlatish yo'llari va qimmatni bildirish orqali odamgarchilikni o'rgatgan. Gerçi bir odamning nazari va bilimini bir kun ichida kengaytkili bo'lmaydi. Ammo ota-onalar agar Tagorning dadasiga o'xshash bolalarni har xil hissiyot va ong bilan tarbiyalashni maqsad qilsa, bilim jo'g'lash vaqti shuncha qisqarib, bo'ldirib pishib yetiladi. Buningdan sirt, ota-onalar safarga chiqishdan burun tuzgan plan va maqsadning o'xshamasligiga asosan sayohatdan qaytib kelgandan keyin bolalardagi o'zgarishmi o'xshash bo'lmaydi. Agar sizning farzandlaringiz bilan bo'lgan munosabatda ozroq yiriklash ko'rilsa, farzandingiz bilan o'xshash bir shaharga sayohatga berishni sinab beqing. Balkim farzandingiz bilan bo'lgan mosliq zo'r darajada yuqori ko'tarilishi, hatto siz o'ylab boqmagan unumga erishib qolishingiz mumkin. Suyumlik azizlar, mashhur jamoatlarning farzand tarbiyasida shu jamoatning eng gavdlik ma'lum bir tarafini gavdlantirib yozadi. Hammani yozsa, albatta nurg'un jamoatlarning o'rtaq nuqtalari bor. Masalan, oilaga ahamiyat berish, farzand tarbiyasiga ahamiyat berish, iqtisodda kuchli bo'lish, bolalarni yolg'izlik kitob o'quv natijang yaxshi bo'lsin emas, universal jihatdan tarbiyalash nurg'un alayliklar bor bo'ldi, lekin mavu kitobda har bir jamoatning bir noyati gavdalik bir tarafini o'tirib qo'ygan bo'lsa, masalan, Tagor jamoatininki bolalarni sayohat qildirish. Mushu taraf alayda gavdalanibdi. Bugun Tagor jamoati shu yerda tugadi. Ertadan boshlab boshqa yana bir